hasharotlar zarar yetkazyaptimi? Ildizlaringiz qurib qolyaptimi? Bunga bir zo'r yechim, muammoyingizga zo'r yechim bor. Bugun agro do'konga keldik. Bahodir aka, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Chiroyli qilib tushuntirib, tovarlaringizni aniq qilsalaringiz. Xo'p, hozirgi muammolar dolzarb mavzular. Oddiy misol, ko'chada daraxtlar qurib qo'yapti. Aha. 3 kun 4 kunga bir hafta qolmay butun daraxt qurib qo'yapti. Bu bakteriyaning kasallik deyiladi, ajok deyiladi. Shunga yechimi bor bizda. Bu oddiy sizlarga tushuntirganim. Bizaniki o'zi asosan issiqxonalarniki. Teplitsalarniki, keyin issiqxonalarniki. Shu dekorativni bog'lar, keyin insitiv bog'lar. Shularni bizda ham hasharotiga qarshi, ham kasalligiga qarshi. Xo'p, ham stresslardan chiqaruvchi, ham mevalarni yirik qiladigan stimulyatorlarimiz bor. Bu yerga mahsulotlaringiz qo'yib qo'yibsiz Bahodir aka. Bular bir chiroyli qilib tanishtirib o'tsangiz, nimaga qarshi, nimaga foydali bo'lyapti bular? Mana mana root force. Aha. Ya'ni o'zi nomi bilan mana yozib qo'yamiz, izohini. Ildiz kuchini hosil kaliti deb. Bu degani ildiz qancha uzun, qancha rivojlanib, qancha ko'p bo'lsa, shuncha hosil yaxshi beradi. Bu shu ildizni rivojlantiradigan stimulyatorimiz. Amino shok. Shok so'zini bu amino kislotaga boyitilgan, unga qo'shimcha kalsiy, bor, temir, fulvik qo'shilgan amino kislotali suyultirilgan oziqamiz. Bu asosan nimaga ishlatiladi? Har qanday stressga ishlatiladi. Aha. Issiqqa chidamligini oshiradi, sovuqqa, qurg'oqchilikka. Bundan tashqari buni o'zini sepib tursanglar, maylarini o'zini semirtirib, yashnatib, yaltilatib beradi. Bu nimasi? Bu kremniy. Bu kremniy hop o'simliklarda yerda, bizani yerda juda kam miqdorda. Bu 60% kremniy o'simlikni ham stressdan chiqaradi, ham oziqlanishini baydan bersanglar, yerdan to'liq oziqlantirib beradi. Xullas, pulni ko'paytiruvchi, hosilni ko'paytiruvchi, stressdan chiqaruvchi, hamma ish qiladi. Ha, bu nimasi aka? Bu samuray. Aha. Bu virusli kasallikka qarshi kurashadigan vositamiz. Har qanday virusga kurashib, immunitetini oshirib, yaxshi o'stirib beradi bu. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bormi aka? Bor. Narxlarimiz qanchadan qanchagacha bo'lyapti? Narxlarimiz endi umumiy osuv do'konimizda 7 dan 10 million, 12 milliongacha bor. Bularimiz narxi qancha? O'z brendlaringiz bo'lyapti o'xshaydi. Mana shu Amino Shok, bular 4 tasi. Bular 200 ming so'm, bu ham 200 ming so'm. Mana hozirgi yangi partiyamiz kelyapti, narxi tushib kelyapti, 1 million 200 bo'lib kelyapti. Aha. Bu samurayimiz 150 ming so'm. Xullas do'stlar, Bahodir akam tushuntirib aytganday, mana shu Nano Agromiz pulni ko'paytiruvchi Samuray, Amino Shok va Root Force'lar nimaga qarshi bo'lyapti shunda? Bular mana shu umumiy bo'lyapti. Ham ildizga, ham bayiga, ham immunitetga, ham kasalga bo'lyapti. Aha. Yana nimani aytsak bo'lar ekan endi? Agro do'konimizda 1000 xildan ortiq kimyoviy, biologik va mineral o'g'itlarimiz bor. Bahodir aka, sifatlaringizni bir ko'rsatib o'tamiz bu yerda. Bu yerda endi qopli narsalar, mineral o'g'itlar. Xo'p. Bu yerda endi asosan shu sizlar oddiy qilib tushuntirganda kaliy, kalsiy deb o'tdi. Oddiy xalq tushunadigan tilda kaliy, kalsiylar bor. Nomerlaringizga bir murojaat qilib telefon qilishsa, bemalol klient yo'q paytda, bo'sh bo'lgan paytida javob berib, albatta konsultatsiya iloji bor, to'g'rimi? Albatta. Ish vaqtlaringiz? Ish vaqtimiz mana Nechidan nechigacha? Operator? 8 dan 6 gacha. Rahmat Bahodir aka. Sog' bo'ling. Kelib turinglar. Xo'p bo'ladi. Ishinglarga Obuna bo'lamiz, like bosamiz va komment yozish esdan chiqmasin do'stlar. Rahmat.